Canon MF310 modelimiz. Bu qog'oz tortmay qolgan. Hozir buni rolikni almashtirishni ko'rsatib o'tamiz. Mana rolikni. Mana shu rolik, hozir shu rolikni hozir qanday almashtirishni ko'rsatib o'tamiz. Ochamiz. Kartrij olingan. Hozir shuni kartrijga zapravka qildik. Mana ko'rsatganimiz mana bu rolik. Qanaqa yedirilib ketgan bu rolik. Qara olindi. Mana bu rolikni ko'rsatganimiz qanaqa yeyilib ketganini. Endi hozir yangisini qo'yamiz. Buni SSL bir video chiqargandik. Orqasini o'girib qo'yish bo'yicha. Mana shu orqasi o'girib qo'yilgan. Buni ichki tarafini qaraylik, o'zi qanaqa. Bu gilamni turgan vaqt. Buni qiydirib ketgan bular. Bo'l. Endi buni o'zini kartrijini qo'yamiz hozir. Kartrij qo'ydik. Yapamiz. Ananasını bize kullanıyoruz. Tortuşlarını buradaydı. Yaxşı. Renk tushmagan sababi mana bu termoplanka bor. Mana shu termoplankasi ketgan. Burası. Chunki rangni yaxshi bosib bergani yo'q. Chunki buni hamma narsasi kartrijda profil almashtirildi, magnitli vali hamma narsasi bilan almashtirilgan. Agar sizlar printer ta'mirlash xizmatlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.